Qo'qon shahri Gorod hududida joylashgan Burgersni ko'pchilik yaxshi bilsa kerak. Biz Meshikka tikurilli mahsulotlarimizdan qilib berdik. Natijasini ushbu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Ming ismlar ichra takrorlayman go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. U tushni ongimda ko'rganday men bo'ldim. Bu obzordagi rangni ko'rib, qanday bilan buni rang tayyorladi deb o'ylab turgan bo'lsanglar kerak. O'zi tikurillarning ham qulay taraflari shundaki, 50 ming xildan ortiq rangni tayyorlasanglar bo'ladi. Obzorda ko'rganlaringdek, hatto o'rindiqlar bilan bir xil qilib rangni birga bir qilib chiqarib berganmiz. Natijasini ko'rdinglar. Agar sizga ham tikurillar mahsulotlari qiziq bo'lsa, vodiyda siz tikurillarni faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilib olishingiz mumkin. Bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz tikurillarni nafaqat xonadonlarga, balki mana shunaqa kafe restoranlarga ham ishlatsanglar bo'ladi.